Mana kelyapti Kuk toychog'imiz. Ferrari Purasanmi nima edi? Va nihoyat mashinamiz sotildi. Turuvini qaranglar. Esingizda bo'lsa bitta post qo'ydim. Qaysi viloyatlik odam oladi dedim. Va nihoyat mashina hozir qayerga sotilganini bilib olamiz. To'xtang. U tortilib ketib qoldi. Assalomu alaykum. Tabriklaymiz. Rahmat. Aka, Alloh xayrli qilsin. Tak. Zemlarim, qayerdansiz o'zingiz ayting? Samarqandda bunaqa mashinalarni o'zi birinchi bu bilasizlar, Samarqandliklar oladi. Xullas, mashina sotildi, baraka bo'ldi. U7 Xiaomi U7 mashinasi sotildi. Brat, Samarqandga nechta nomer taqiladi endi bunga? 3 ta 7. Xo'p, bu mashinani olgan odamlar esingizda bo'lsa, Xurshidning mashinasi sotiluvdi. Xiaomi Su7 Max avtomobili sotiluvdi. O'zi bu mashina ham trend dedi, bilasizmi? Xudo xolasa endi bu Samarqand ko'chalarida changitiladi. Samarqandliklar bormi? Samarqandliklar kutib olinglar bu mashinani sizlar. Mashina Samarqandga boradi. Oldidan ko'rsanglar, vobshe maza qilasizlar bu mashinani. Bitta olovchidan beravermasanglar bo'lmaydi endi.